Akalar, mana hozir sigirimiz tug'di. Sizlar Instagramda ko'p ko'rgansizlar. Sigir tuqqanda yo'ldosh tushishi uchun buzoqni ustiga tuz sepib qo'yadi. Hozir yana ham bitta yangi metodini sizlarga doktor akamiz ko'rsatadi. Doktor aka, qanaqa bo'ladi u? 100 ta moldan xudo olib 93 tasida aniq tushadi. 93% effektivli narsani sizlarga ko'rsatamiz. Sizlarga like fake. O'zini birinchi o'g'il sutidan sog'ib turib, yangi shpritsga mana sog'ib oldi. Ho'shim, yangilik bo'lib ketyapti. Like bosib, bang'illatib, fermerlar jo'natib qo'yasizlar. Sutini svejiy sog'ib turib, podkojda urib qo'yasizlar. Xudo olsa qanchada tushadi endi? Bu 3 soat, 4 soatda tushadi. O'zi 12 soatgacha vaqti bor. Xudo xohlasa ashning ichida tushadi. 93% tushadi. 90% yo'ldoshini tushirishga yordam beradi. Mana buzoqcha tug'ildi. Mashalloh deb qo'yasizlar, juda go'zal. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvalarga ehtiyot qilinglar.